Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sog' salomatmisizlar? Mana hozir yana davolash jarayonidan bu O'tkir akamizni bugun tozalovdan o'tkazdik. Bugun 3 kun bo'ldi tozalov qilganimizga. Bu kishining tashxislari reumatoid poliartrit, o'tkir qo'zigan bosqichi, qo'l oyoqlarda shishlar, harakatda qiyinlik, og'riqlar kuchaygan payt edi. Mana hozir 3 kun oldin bularga munosib tozalovni qilgan edik. Mana shu tozalovdan keyin mana 3-kuni yana ko'rdik. Tozalov bugun tugaydi va o'zlariga davolash muolajalarini yozib, harakatlar, ovqatlar hammasini tushuntirdik. Bularni kelgan vaqtidagi shikoyatlari qo'l oyoqda, mayda bo'g'inlarda, qo'l panjalarida juda ham ko'p og'riqlar, shishlar bor edi. Bu kishiga qiyinlik bor edi. Oyoq panjalarida ham bor edi. To'piq bo'g'imida ham bor edi va chap tirsak sohasida ham bor edi. Hozir O'tkir aka, qanday ahvolingiz? Bir 3 kun ichida nimalar bo'lganini bizga bir aytib bersangiz. Allohga shukr. Qo'lim ishgan universitetga keldim oldimizga. Qo'l barmoqlar ishib ketdi, harakat cheklangan edi. 3 kunda shu siz aytgan narsalarni vaqtida to'la to'kis bajargan bo'yicha mana shishlar yo'qoldi. Xudoga shukr, og'riq yo'q, harakatlarda cheklov yo'q. Allohga shukr, sizning mana yordamingiz bilan bugun 3-kun mana tamomladik. Endi Xudo xolasa davom ettiraman. Demak, mana hozir reumatoid poliartrit, ya'ni bot kasalligini biz birinchi qismini, lichinasini davolashni tugatdik. Birinchi qismi tozalovdan iborat edi, ya'ni 3 kunlik ochlik va o'zimizning dorilarimiz bor, o'shalarni ichib va kelib tozalovni kuchaytiradigan fiziya muolajalarini olish, mana shularni qilib, mana shishlar ancha qismi ketdi. Mana endi bularga uzoq muddatli mizojni o'zgartiradigan qilib, mizojni issiq quruq tomonga o'zgartiradigan qilib, harakatlarni, ovqatlarni va dorilarni yozib berdik. Dorilardan sira emas aytishimiz mumkin. Mana immuntip, jenshen, zanjabil, fitahilt, artratip, mana shu dorilardan foydalanamiz. Vitamin D ham mo'ndalmashni kuchaytiradi, bu ham mizojni qizdirishga yordam beradi. Mana shularni qilamiz. Mana o'zi 3 kun ichida natijani eshityapsizlar. Endi bularni keyingi ko'riklari 2 oy, 2,5 oylarda yana ko'ramiz va kasallikda qaysi tomon ketayotganini baholab boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Reumatoid poliartrit kasalligini tabobat bo'yicha davolash yuzasidan chiqaradigan videolarimizni ko'rib borishni maslahat beramiz.